Ko'pchilik qiyin deb o'ylaydi universitetlarga chet elga topshirishni. Aslida juda ham oson, to'g'risini aytsa, sertifikatlaringiz bo'lsa, o'zingizni qiziqishlaringiz bo'lsa maktabdan tashqari yoki bir spesifik hobbilaringiz bo'lsa, sizni kirish darajangiz yana ham yuqorilashadi. Ko'pchilik qiynaladi. Konsalting olishim kerak deydi. Yo'q, aslida konsalting umuman kerak emas. Konsalting bilasizmi? Katta-katta narxlar qo'yib yuboradi bittagina qabul xati uchun. Agar siz masalan universitetga kirish uchun bir nima qiladigan bo'lsangiz, u teskari ishlaydi. Siz universitetga kirish ehtimolingizni pastlashtiradi. O'zingizni tanish qiyin bo'lmayapti? Misol uchun o'zgartirdimi mana shu 1 yil sizni? Lekin o'sha stereotiplar bilan katta qilingan qiz chet elga boradigan bo'lsa, u juda ham katta shok, culture shockga uchraydi. Men sizni o'z otamdek ko'raman dedim. Chunki prezidentimiz tomonidan yoshlarga berilayotgan imkoniyatlar tarafidan menga qo'llab-quvvatlash katta bo'lgan. Hammaga assalomu alaykum. Talabachilik podkast yangi soni shanba 18:00. Biz sizlar bilan yana ko'rishib turibmiz va bugungi mehmonimiz Amerika Qo'shma Shtatlarining Penn State University talabasi Jasmina Tursunaliyeva bo'ladilar. Assalomu alaykum Jasmina, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Katta rahmat taklif qilganinglar uchun. Vaqt ajratib tashrif buyurganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Yozgi kanikul qanaqa o'tyapti o'zi? Yozgi ta'til juda qiziq o'tyapti. O'z el yurtimda stipendianti bo'lganim uchun har yozgi ta'tilda menga amaliyot o'tash vazifasi yuklatilgan. Shu sababdan Sirdaryo viloyati hokimligida amaliyotimni yaqinda yakunladim. Juda qiziqarli bo'ldi. Ta'til shunday o'tmoqda. Zo'r. Biz har kelgan mehmonimizdan so'raymiz, o'zi chet elda o'qish fikri qachon uyg'ongan, qiziqish qanaqa uyg'ongan. So'raymiz har bir kelgan mehmonimizdan. Sizda shu qanaqa bo'lgan? Menda o'zi chet elda o'qish, именно Amerikada o'qishga bo'lgan qiziqish 9-sinfimda uyg'ongan. Lekin oldinlari har doim Angliyaga qiziqib yurardim. Keyin Amerika haqida kechroq kashf etganman men Amerikani. Keyin qarasam, imkoniyatlarga boy bo'lgan, yana ham kattaroq davlat bor ekan. Shunda 9-sinfda Amerikada o'qishga bo'lgan qiziqishim boshlangan. Keyin Flex programmasiga topshirganman. Flex programmasi sizga Amerikada 1 yil high school, ya'ni maktabda o'qib kelishga imkoniyat beradigan bepul programma. Hamma narsalaringizda yordam beradi, viza olish muammo bo'lmaydi. Flex programmasiga topshirganman. Lekin u paytda menimcha biroz kichkina bo'lganman. Intervyu bosqichi menga qiyinlik qilganmi bilmadim. Flex programmasidan o'ta olmaganman. Oxirgi bosqichiga yetib kelib, oxirgisida o'ta olmaganman. Lekin keyin 11-sinfga borib, baribir universitetga bo'lgan, topshirishga bo'lgan qiziqishim so'ngani yo'q. Keyin bir taraflama xursand bo'ldim. Flex programmasida yutganimda men universitetda o'qishga kirish, Amerikaga yana bir boshqa turdagi viza bilan borish menga qiyinroq bo'lar edi. Flex programmasi universitetda o'qishni qiyinlashtiradi. O'sha taraflama xursand bo'ldim. 1 yilga bormasam, endi 4 yilga borib o'qib kelaman deb xursand bo'ldim. Keyin 11-sinfda universitetlarga topshirishni boshladim. Lekin bilasizmi, orada shunaqa qiziqish so'nishi ham bo'lar ekan, motivatsiya tushib ketar ekan. Marraga yaqin qolganda o'sha aytadi-yu, odam uchishdan to'xtagisi keladi marraga yaqin qolganda, charchaydi deb. Menda ham shunaqa bo'ldi. Lekin maktabdagi o'qituvchilarim meni qo'ymay so'rab turdi. El yurtimiga topshirdingmi, universitetlarga kiryapsanmi deb. Keyin ular tomonidan o'sha berilgan mas'uliyatni deb men yana davom etdim. Ularga hozir rahmat aytaman. O'shanda meni turtib turgani uchun, bo'lmasa to'xtab qolgan bo'larmidim. O'zbekistonda o'qishga o'zim o'sha paytda orada rozi ham bo'lib turgan edim. O'zbekistonda o'qiyman, o'zimiz davlat ham yaxshi deb. Keyin ularning motivatsiyasi bilan shu oxirgacha bo'lib ketdi. Pensilvaniyaga keyin topshirdim, el yurt umidida yutdim. Shu bilan keyin hozir 1-yilimni tugatib keldim Pensilvaniyada. Zo'r. Qarang, yana ozgina boshiga qaytamiz. Flex programmasi bo'yicha gaplashaylik ozgina. Flex programmasini siz o'zi qayerdan topgansiz? Bizani ko'rib turgan, misol uchun hozir maktabda o'qiyotgan yosh ukalarimiz, singillarimiz bo'lsa, misol uchun qanaqa topshirish kerak unga? Nimalar kerak bo'ladi? Nimalarda imtihonlarda qanaqa o'tish kerak? Suhbatda qanaqa suhbat bo'ladi? Shular haqida gapirib bersangiz ozgina. Bilasizmi, shu ba'zi o'quvchilar qanday qilib chet elda o'qiyman, nima qilsam bo'ladi deb har doim o'ylanib yuradi-da. Lekin rostdan qiziqishi bo'lgan o'quvchilar to'xtamay izlanadi. O'zidan katta o'sha yo'lni bosib o'tganlardan so'rashadi, internetdan izlanadi. Hozir Google, ChatGPTni eng yaxshi yordamchi desa bo'ladi. Sizga hamma informatsiyani bera oladi. Men ham internetdan ko'rib yurganman har doim. O'zimdan oldin programmaga topshirganlardan so'raganman.
u dasturda sizni to'liq ingliz tilida suhbat qilishadi. Kichkina bo'lishingizga qaramasdan sizdan ingliz tili bo'yicha test olishadi. Tilni qay darajada bilishingiz bo'yicha ilk bosqichlarida essay yozish kerak. Essayda shunaqa qiziqarli savollar bo'ladi. Siz borgan o'sha host family beriladi sizga AQShda. O'sha host familyda sizga qanaqa gaplaringiz bor, host familyingizga, ular bilan qanday tanishgan bo'lar edingiz, ularga nima gaplar aytmoqchisiz, shunga o'xshash qiziq savollar beriladi. Universitetda ham bor-ku bunaqa savollar, masalan, roommateingizga qanaqa savollaringiz bor, o'zingiz haqingizda nima aytib berardingiz roommateingizga degan. Xuddi shunaqa savollari bo'ladi essay bosqichida. Keyin ingliz tili bo'yicha sizdan proficiency testi olinadi. Tilni qay darajada bilishingiz va oxirida intervyu bosqichi bo'ladi. Intervyudan muvaffaqiyatli o'tganlar Flex programmasi g'olibi deb topiladi va AQShda o'sha 1 yil maktabni o'qib kelish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Intervyuda asosan nima haqida savol bo'ladi? Nima gaplashiladi, mavzu? Intervyuni aynan aslida siz haqingizda bilish emas, u yerda bir psixologik o'yin ketadi desak ham bo'ladi. Bitta guruhga berishadi, xonada 5-6 ta o'zingizga o'xshagan o'quvchilar bilan birga o'tirib, o'quvchilar orasida suhbat bo'ladi va sizni o'sha kuzatuvchi kuzatib turadi. Programmani o'sha testini olib boruvchi odam kuzatib turadi. Sizdan intervyu olmaydi, shu orada o'quvchilar bilan gaplashish jarayoningizni, qanchalik liderligingizni u yerda tekshirishadi. Zo'r. Bu suhbat qanaqa kechgan sizda? Menda suhbat yaxshi kechgan. Men o'zim ko'nglim to'lib chiqqan, lekin bilmadim nima sabablar bilan yutqazganman. Suhbatda shunday jarayon bo'lganki, u yerda menga o'sha mendan oldin topshirgan katta opalar, akalar aytishganki, suhbatda o'zingni qanchalik leadershipingni ko'rsatsang, liderligingni ko'rsatsang, yaxshi bo'ladi u yerda degan. Keyin men o'zimni liderlardek tutib, u yerda hammani boshqarishga, hammaga navbatma-navbat so'z berishga harakat qilganman. Menimcha o'sha intervyu bosqichida too bossy bo'lib ketganman, hammani boshqarib, shu sababli ham yutqizgan bo'lsam kerak deb o'ylayman. Zo'r. O'tolmagandan keyin, xo'p, mana 2 yil O'zbekistonda o'qigandan keyin nimaga o'zi boya suhbatimiz boshida aytdingiz, ixtisoslashtirilgan maktabda o'qiganman dedingiz, adabiyotga, tilga ixtisoslashtirilgan maktabda o'qiganman dedingiz. Keyin yo'nalishingiz umuman boshqa yo'nalish, siyosat yo'nalishiga topshirgansiz. Bu yerda qanaqa o'zgarish bo'lgan, nimaga qanaqa qiziqib qolgansiz o'zi siyosat yo'nalishiga? Shu ko'pchilik Halima Xudoyberdiyeva ijod maktabida o'qidim, hozir universitetda siyosatshunoslik yo'nalishida o'qiyman desam hayron bo'lishadi. Ijod maktabida ona tili adabiyot, tillar o'qitiladi, qanday siyosatshunoslikka kirib qolding deb hayron bo'lishadi. Lekin aslida shu davlatimizda 9 ta ijod maktabi bo'lsa, ularning hammasini muhitida baribir siyosiy muhit bor. Katta, u yerga katta arboblar tashrif buyuradi, shoirlar. O'zi bilasizku, ko'p siyosatchilar avval shoir bo'lishadi yoki o'sha birgalikda shoirlikda olib borishadi. Xuddi shunday bizning maktabda ham katta siyosiy tadbirlar bo'lar edi. O'shalarni ko'rib, masalan, bizga senat raislari, hokimlar, shunaqa siyosat yo'nalishida yurgan odamlar tashrif buyurar edi. Ular bilan suhbatlar olib borilar edi. O'sha suhbatlardan men ham ilhomlanib shu yo'nalishni tanlaganman. Zo'r. Pensilvaniya universitetini tanlashdan oldin juda ham ko'p universitetga topshirgan bo'lsangiz kerak. Qaysi universitetga topshirgansiz, o'zi topshirish jarayoni qanaqa bo'lgan? Nimaga aynan Penn State tanlagansiz? O'zi el-yurt umidiga aslida men birinchi boshqa universitet bilan topshirganman. 20 ga yaqin universitetga topshirib, deyarli hammasiga qabul qilinganman, to'liq grant yutganlarim ham bo'lgan. Keyin men top 300 taliklarini tanlab, Arizona State University bilan el-yurt umidiga topshirganman. Keyin suhbat jarayoniga kirganimda, u yerda aytishdiki, Arizona to'g'ri top 300 talikda, lekin sen top 100 talik bilan borsang, yana ham yaxshiroq o'rganasan, senga yana ham yaxshiroq bo'ladi, o'zingga ko'proq mos deb o'sha el-yurt umidi jamg'armasi direktori Gulnoza Ismoilova maslahat bergan. Keyin men universitetimni Pensilvaniya davlat universitetiga o'zgartirganman. Zo'r. U yerga topshirish jarayonlari umuman qanaqa bo'lgan o'zi? Topshirish jarayonlari ko'pchilik qiyin deb o'ylaydi universitetlarga, chet elga topshirishdi. Aslida juda ham oson, to'g'risini aytsa, sertifikatlaringiz bo'lsa, o'zingizning qiziqishlaringiz bo'lsa maktabdan tashqari yoki bir spesifik hobbilaringiz bo'lsa, sizni kirish darajangiz yana ham yuqorilashadi. Kirish jarayoni, topshirish jarayoni
hujjatlar unchalik qiyin emas. Hammasi aslida o'sha bitta ilova Common App ilovasi orqali o'tkaziladi. O'sha ilovani normal yaxshi to'ldirishni bilgan odam qiynalmaydi bu jarayonda. Menda ham xuddi shunday bo'lgan. Ilova orqali topshirganman. Bu ilova haqida 9-10 sinflarimda eshitgan edim. 10-sinfimda men o'sha mashq qilib yurgan edim, qanday to'ldirish, nimalar bo'ladi. Oldindan o'zimni tayyorlab yurgan edim. Qolganlarga ham shuni maslahat beraman, agar topshirmoqchi bo'lsa, oldindan ko'rishsin. Mana siz boya aytib o'tdingizki, men hech qanaqa ustozsiz, misol uchun qanaqadir konsalting firmalarsiz o'zim topshirganman, o'zim kirganman universitetga dedingiz. Sizda misol uchun ustoz yo'q, boshqa yo'q, yo'l ko'rsatuvchi odam bo'lmagandan keyin qanaqa qilib shu narsalarni uddasidan chiqqanman deb o'ylaysiz? Odamda o'zi izlanuvchanlik nimasi qobiliyati bo'lsa, qiynalmaydi bu narsalarni bilib olishga. Unchalik ham aytganimdek jarayon qiyin emas. Ko'pchilik qiynaladi. Konsalting olishim kerak deydi. Yo'q, aslida konsalting umuman kerak emas. Konsalting bilasizmi? Katta narxlar qo'yib yuboradi. Bittagina qabul xati uchun juda katta sizni charge qiladi. U narsa aslida shart emas. O'zingiz o'rganib olsangiz jarayon juda oson. Internetdan ko'rish mumkin. Sun'iy intellektdan so'rash mumkin bemalol jarayonni. Mana hozir aytib o'tdingiz-ku, hobbilar, darsdan tashqari qiladigan ishlar bo'lishi kerak deb. Siz u ishlarni o'zi oldindan qilib yurardingiz yoki mana shu universitetga kirish uchun keyin qilishni boshladingizmi? Agar siz masalan universitetga kirish uchun bir nima qiladigan bo'lsangiz, u teskari ishlaydi. Siz universitetga kirish ehtimolingizni pastlashtiradi. Bir nimani chin dildan o'zingizga mos narsani qiladigan bo'lsangiz, u sizga plyusga ishlaydi. Xuddi masalan mukofot olaman deb biron bir loyiha yaratadigan bo'lsangiz yoki biron bir dasturda ishtirok etadigan bo'lsangiz, mukofotni olish ehtimolingiz pastlashadi. Lekin buni chin dildan o'zingiz uchun qilsangiz, o'sha mukofotga ham erishasiz. Xuddi shunday. Qizlarga qanaqa darsdan tashqari mashg'ulotlar yoki hobbilar maslahat berasiz? O'zingiz nima bilan shug'ullangansiz? Siz o'sha universitetga kirishingizga qaysi hobbingiz yoki darsdan tashqari qilgan mashg'ulotlaringiz, yutuqlaringiz sabab bo'lgan? Darsdan tashqari mashg'ulotlar deganda bu o'zingizning yo'nalishingiz, ya'ni majoringizga bog'liq ham bo'ladi, bog'liq emas ham bo'ladi. Ikkalasini ham qilsangiz o'zingizga foyda. Majorimga bog'liq bo'lgan hobbilardan masalan MUNlar bor, Model United Nations, shunga o'xshash, ya'ni yana o'sha court case'lar bor. Hozir yana ommalashdi. Siyosatshunoslik, shunga o'xshash huquq kabi yo'nalishdagilarga juda ham mos keladi. Majorimga aloqasi bo'lmagan, darsdan tashqari, o'qishdan tashqari hobbilarda men raqs, teatr, zakovat bilan ko'p shug'ullanganman. Ayniqsa hozir qizlarimizga bunaqa extracurricular activity'lar qilish uchun imkoniyatlar ko'p. Juda ham ko'p. Sport bilan shug'ullanishsa bo'ladi bemalol. Menda ham shu maktabimizda san'at ham qattiq rivojlangani uchun oson bo'lgan bu narsa. Zo'r. Amerikaga topshirgandan keyingi, misol uchun qabul qilinganingizdan keyingi hissiyotlar qanaqa bo'lgan? Qabul qilingandan keyingi hissiyotlar, men o'zi 50% grant yutganman. Lekin menda har doim shunaqa feeling bor edi. Men baribir o'tib ketaman, Amerikada o'qiyman. Mana shu yil borib o'qiyman, maktabni bitirishim bilan degan sezar edim. Bilmadim nimaga ishonardim, lekin sezar edim. Keyin El-yurt umidi jamg'armasining natijalari chiqdi. O'shanda ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Chunki 2021-yil birinchi tanlovda yutganman va o'sha tanlovda yutish juda ham qiyin bo'lgan. El-yurt umidi jamg'armasining rahbariyati o'zgargan, talablar o'zgargan, talablar yuqorilashgan. Shunda ancha qiyin bo'lgan. Kam o'quvchilar saralab olingan. Keyin natijalarni ko'rganimda juda ham xursand bo'lganman. Uyingizdagilarni emosiyasi qanaqa bo'lgan bunga? O'sha paytda onamga telefon qilganman. Telefonda ishtaydilar. Oshpaz bo'lib ishlaydilar, onam oddiy oshpazlar. Ishda bo'lganlar, telefon qilib aytganlarimda xursand bo'lib yig'lab yorganlar. Juda xursand bo'lgandilar. Mendan ham ko'proq onam xohlab kutganlar natijani. Zo'r. Bu yoqqa borishingiz aniq bo'ldi. Mana bordingiz. Siz o'ylagan narsalar balki yolg'on bo'lib chiqdi, balki rost bo'lib chiqdi. Endi umuman, misol uchun hali O'zbekistondan tashqariga chiqmaydigan qiz, yosh qiz, u yoqqa borgandan keyin birinchi sizni Amerikaga qabul qilishi, siz Amerikani qabul qilishingiz qanaqa bo'lgan? O'zi men ko'p narsaga moslashib ketaman. Shu uchun nisbatan oson bo'lgan. Lekin hammaga ham bu jarayon oson bo'ladi deb o'ylamayman. Iroda kuchli bo'lishi kerak. Bo'lmasa, chunki u yer o'zga sayyora desangiz ham bo'ladi. Juda ham muhit boshqacha. Bizning davlatga nisbatan u yoqda Amerikada butunlay muhit boshqacha.
Borganimda qiyin bo'lmadi moslashish jarayoni, lekin judayam ko'p farqlarni ko'rdim. Jarayonda qiyin bo'lmadi lekin. Nima uchun qiyin bo'lmadi deb o'ylaysiz? Misol boshqalar qiyin bo'ladi, ko'nikish qiyin bo'ladi, qaytib keladiganlar ham bo'ladi. Sizga qaysi hislatingiz uchun qiyin bo'lmadi deb o'ylaysiz? Judayam oddiy hislat aytaman. Men shu Amerika haqida ko'p kinolar ko'rardim. O'sha ingliz tilini o'zi rivojlantirayotganda IELTSga tayyorlanish jarayonida men asosan kinolar bilan tayyorlanganman. Kinolar, Netflix shularni ko'rib, men u yerda muhit qandayligini bilganman. O'sha uchun oson bo'lgan deb o'ylayman. Ularni ko'p taraflarini, shunaqa traitlarini o'sha kinolar orqali men qabul qilib bo'lgan edim. Shu uchun qiyin bo'lmagan. O'qishni boshlab olishchi? O'qishni boshlab olish, men to'g'risi u yoqqa ketishimdan oldin O'zbekistonda jarayon qanaqaligini bilmaganman. Universitetda qanday bo'ladi, qanaqa imtihonlar, o'qish jarayoni qanday. U yoqqa borib Amerikada boshlaganim uchun birinchi bo'lib Amerika sistemasini ko'rganman. Keyin dugonalarimdan eshitdim, O'zbekistondagi dugonalarimdan, bu yoqda bunday bo'ladi, boshqacha bo'ladi, sessiya, mana shunaqa narsalar bo'ladi deb aytilgan. O'zingizni jadvalingiz fixed bo'ladi. Amerikada esa siz o'zingizni dars jadvalingizni bemalol tanlaysiz, qaysi soatda nima bo'ladi, professorlaringizni bemalol tanlaysiz va o'qimoqchi bo'lgan fanlaringizni ham o'zingiz tanlaysiz. O'zbekistonda masalan sizga birinchi kursmisiz, jadval beriladi. U yoqda bemalol qaysi darslarni o'qimoqchisiz, nimaga qiziqasiz, hammasini o'zingiz tanlash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Zo'r. Penn State University'ga o'qishga kirgandan keyingi, misol uchun yana qanaqa taassurotlar qoldirdi sizni birinchi yilingiz? Birinchi yilda. Birinchi yilda menda universitet yaxshi taassurotlar qoldirdi. Chunki professorlar xuddi sizga o'rtoqdek muomala qilishadi. Yordam so'rasangiz hech qachon o'zidan chetlatishmaydi. Shu uchun ham yaxshi taassurotlar qoldirdi. Dars jarayonlari juda ham qiziq, zerikarli emas. Siz haqiqiy informatsiyaga ega bo'lasiz Amerikada o'qisangiz. Ya'ni faqatgina ma'lumotni yodlash emas u yerda, tushunish, tahlil qilish kabi jarayonlarga ko'proq urg'u qaratilgan. Zo'r. Mana 1 yil o'qib, yozgi semestrni tugatib, O'zbekistonga qaytib keldingiz. O'zingizni tanish qiyin bo'lmayapti? Misol uchun o'zgartirdimi mana shu 1 yil sizni? Amerikadagi hayot. Amerikadagi hayot meni shaxsiyatimni qanaqadir bir o'zimdagi bo'lgan bir xususiyatlar, odamlarga bo'lgan muomalam, unaqa narsalarda ta'sir qilmadi. Lekin boshqacha taraflama ta'sir qildi. Ya'ni men chet elga borib qanday qilib mustaqil hayot kechirishni o'rgandim. Yana ham mustaqil bo'ldim. O'zim maktabda oilamdan 6 yil uzoqda o'qiganman shaharda. U yoqda lekin butunlay noldan o'zim hamma narsani boshqarishni, moliyaviy taraflama o'zimni boshqarish, hujjatlarni o'zim har doim kontrol qilib yurish, o'sha taraflama ancha mustaqil bo'ldim. Zo'r. Mana siz borgan joyda bitta dona men o'qiyman qizlardan, o'zbek qizlaridan dedingiz. Qolgan hammasi o'zbek yigitlari bor, lekin qolganlar hammasi boshqa millat vakillari dedingiz. Shu boshqa millat vakillari bilan chiqishib ketish, ularni qadriyatlari, boshqalari, ularga tushib olish, ularga moslashib olish qanchalik qiyin bo'lgan yoki oson bo'lgan? Moslashib olish qiyin emas. Qiz bola sifatida misol. Qiz bola sifatida menga qiyin bo'lmadi, lekin aslida qiyin bo'lishi mumkin jarayon, to'g'risi. Men borganimda ularni ko'rsangiz, juda ham muomalasi yaxshi insonlar. Muomala yaxshi chet elliklarda. Sizga har doim hurmat bilan muomala qilishadi. Chegaralaringizni buzib o'tishmaydi. Har doim rahmat, uzr degan so'zlar ko'p ishlatiladi u yerda. Shu sababli ham chiqishib ketish qiyin emas. Lekin albatta har kuni bir yangi farqni ko'rasiz. Chet elliklar bilan va o'zbek madaniyati orasida yangi farqni har kuni ko'rasiz. Ularda granitsalarni qo'yish juda ham mustahkam, qattiq. Bizda andisha, uyat, tanishchilik, qo'shnichilik degan narsa bor, lekin ular borini borday aytadi. Bizda ham hozir shu narsa dunyoga ochilganimizdan keyin ancha kirib kelishni boshladi. Masalan, tasavvur qiling, sizni xonadoshingiz bor, u qiz bilan uzoq vaqtdan beri birga yashayapsiz, lekin biror joyga borganingizda sizni do'stim deb emas, xonadoshim deb tanishtirishi mumkin shunchaki. Bunaqa do'st bo'lib ketish ularda qiyin masala, to'g'risi. Ancha yil talab qilishadi. Ular do'st bo'lib ketish uchun yoshlikdan katta bo'lgan odamlari bilan asosan do'st bo'ladi. Qolganlar bilan yaxshi tanish bilish bo'lishi mumkin,
lekin baribir hamma odam o'z nomi bilan qoladi. Ulardan nima o'rganadigan taraflarimiz bor deb o'ylaysiz yoki minuslari, ularga o'rgatadigan taraflarimiz bormi? Minuslarini to'g'risi hozir aytgim kelmayapti-da. Nimaga? Minus taraflari baribir o'zingiz bilasiz, o'zbek xalqi ozodaroq xalq. Bilmadim, balki bu dinga borib taqalar. Juda ham ozodaroq xalq. Ularga nisbatan har tomonlama xulq-atvor tarafidan ham u yerda ancha erkin odamlar. O'sha taraflama farqlari katta. Bu minus deb o'ylayman. Chunki baribir menga doim tartib yoqadi. Solishtirsangiz, masalan, Amerikada ko'p odamlar mashinasini yumay yuradida. Erkin ularda o'ylamaydi. Nima deb o'ylaydi, mashinamga chiqqan odam deb o'ylamaydi. Bizda ko'rsangiz mashinalar top-toza yuradi hammada. Mana shu taraflama minus desak bo'ladi, lekin plus taraflari, menga yoqqan taraflari, u yerda sizni chegarangizni hech kim buzib o'tmaydi, hurmat qiladi, sizni vaqtingizni, sizni jadvalingizni hammasini hurmat qilishadi. Tushunarli. Ta'lim yo'nalishida nima o'zgarishlarni sezdingiz, nima yangiliklarni sezdingiz va sizga ta'sir qilgan nimalar bor? Ta'lim yo'nalishida ularda eng katta bir plus tarafi desak bo'ladi. Universitetga kirgandan keyin siz birinchi yilda o'zida majoringiz, ya'ni yo'nalishingizni aniq qilib kirishingiz shart emas. O'sha public universityga kirsangiz, siz aniq bir yo'nalish bilan mana shu yo'nalishda o'qiyman deb kirmaysiz. Kirasiz, avval 1 yil o'qiysiz, keyingi yildan fanlarni ko'rib, yo'nalishlarni ko'rib, darslarga kirib, professorlar o'rganib, sizga qaysi yo'nalish haqiqiy mosligini ko'rib, ikkinchi yilda keyin o'sha majoringizni declare qilsangiz, mana shu yo'nalishda o'qiyman deb aytsangiz bo'ladi va bu juda katta ustunlik deb o'ylayman. Chunki odam o'zini o'sha kasbini topib oladi. Bizda bo'lsa siz уже 18 ga kirdingiz, maktabni bitirdingiz, даже kichkina o'quvchilardan ham so'rash boshlashadi-da. Yo'nalishing nima? Katta bo'lsang kim bo'lmoqchisan deydi. Agar bilmayman desa, yo'q, sen bilishing kerak bu narsani oldindan degan gaplar bo'ladi. Aslida endigina 18 yoshga kirgan odamga bu juda katta bosim deb hisoblayman va u shunday imkoniyatga ega bo'lishi kerak, har xil yo'nalishlarni ko'rish kerak, experience qilib ko'rish kerak. Shundagina topa oladi. Ya'ni keyinchalik tanlab olib nimadir yo'nalish, u yo'nalish diplomini olib afsuslangandan ko'ra, yana kasb o'zgartirib, shunaqa ovoragarchilik bo'lgandan ko'ra, inson o'zi boshidan bilsa yaxshiroq. Zo'r. Qizlar bilan chiqib ketish, mana aytdingiz, o'zi qizlar bilan bir-biri bilan chiqib ketish, do'st bo'lib ketish qiyin-da. Sizda qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan? Masalan, qiz bola sifatida bir o'zingiz o'tda, o'rtog'ingiz yo'q, masalan, o'zbek inson yo'q. Ham bu yoqda boshqacha ta'lim, boshqacha qadriyatlar. Shu yoqda nima qiyinchiliklarga duch keladi inson? Va nimalarga tayyor turish kerak ketayotgan qizlar? Masalan, men o'zim chekka joyda yashaganim bilan, O'zbekiston chekka hududlaridan birida yashaganim bilan keng fikrlaydigan, shu dunyoga ochiq, qiz bolani ta'limini qadrlaydigan oilada katta bo'lganman. Lekin afsuski O'zbekistonda hamma oilalarda ham holat bunaqa emas. Qizlar juda ko'p stereotiplar bilan katta qilinadi. Ko'p narsalar qizlarga mumkin emas, uyat yoki qiz bolaga bo'laveradi, o'qish shart emas, turmushga chiqish kerak qiz bola erta deb o'rgatiladi. Maktabni bitirsa bo'ldi, shunaqa narsalar bo'ladi. Lekin chet elda unday emas. Qizlar o'zlarining huquqlarini biladi. Lekin to'g'ri, chet elda ham o'zining minuslari bor. U yerda ham qizlarga adolatsizliklar bo'ladi. Hamma joyda bor bu holat. Lekin u yerda ko'proq erkinlik bor qizlar uchun. Hozirda bizda ham bu taraflama ishlanmoqda. Har taraflama qizlarga ko'proq imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Endi hamma narsa oilaga bog'liq bo'lib qoldi, oilaning o'ziga. Qizlarini shu o'qishga, imkoniyatlarga qo'yib bersa, qizlar qo'lidan ko'p narsa keladi. Lekin o'sha stereotiplar bilan katta qilingan qiz chet elga boradigan bo'lsa, u juda ham katta shok, culture shockga uchraydi. Zo'r. Mana shunaqa culture shocklardan sizda ham bo'lganmi? Culture shocklar ko'p bo'lmadi. Ba'zilari bo'ladi. Culture shock nimada bo'ldi? Menda odamlarning ko'proq ko'rinishlarida bo'ldi. Juda ham kiyinish stillarida, sochinish stillarida. Men u narsani tanqid qilmayman, lekin ajoyib ko'rinishlarda yuradi odamlar. O'sha taraflama shok bo'ldi. Zo'r. Mana grant 50% grant yutganman, 50% ilert umid dedingiz. Keling, mana shu yutgan grantingiz haqida gaplashsak,
Buni o'zi qanaqa yutiladi? Endi misol uchun bilamiz, hamma grantlarga o'qishga dokument topshirish bir xil. Lekin yutishda qanaqa farqlari bor? Misol uchun siz o'qigan grantda 100% qanaqa yutsa bo'ladi? Endi 100% yuta olmagan, siz endi 50% bo'lgan. Men topshiradigan universitet bu Public Research University. Universitetlar AQShda har xilda turdagisi public universitylar bor, private universitylar bor. Public university bo'lgani uchun va top 100 talikda bo'lgani uchun top 50 dan tepasi grant berishi qiyinroq. Xalqaro studentlarga grant berishi juda ham qiyin masala. Lekin biz universitetda shunday programma bor. Share Honors College Program degan narsa bor. Bu universitet ichidagi yana bir programma. Universitet ichidagi universitet desak bo'ladi. U o'sha alohida iqtidorli honors programmasida o'qimoqchi bo'lgan yoshlarga mo'ljallangan. O'sha programma orqali topshirsangiz, sizga grant berish ehtimoli oshadi. Men ham o'sha dastur bilan topshirganman. O'zi chet elda o'qiyotganingizda Amerika universitetlarida har xil dasturlar bo'ladi. Honors society'lar bo'ladi, ya'ni o'sha honor jamiyatlari bo'ladi. U yerga sizni GPA, universitetdagi har xil qilayotgan activity'laringizga qarab, yo'nalishingizga qarab, o'sha klassingizni eng topida ketayotganingizga qarab, shunaqa jamiyatlarga qo'shilish imkoniyatingiz bo'ladi va ko'pchilik chet elda o'qiyotgan studentlar, endi boshlaganlar bu narsani bilmasligi mumkin. Ularga tavsiya beraman, o'sha universitet sahifasidan izlanishsin, ko'rishsin, o'sha jamiyatlardan qolib ketmaslik kerak. Ertaga uni juda ham ko'p foydalari bo'ladi. Sizga qo'shimcha grant berishi mumkin va bitirayotgan jarayonlaringizda qo'shimcha kodlar bilan bitirasiz. Unaqa jamiyatga qo'shilsangiz, ko'rasiz-ku o'zi Amerikani bitirayotgan o'quvchilar mana bunaqa tashab olishadi. O'zimizda ham shunday, ularda qandaydir qo'shimcha kodlar bo'ladi va ularni qanchalik yaxshi o'qigani, klassida qanaqa rankingda turganligi, qanaqa honor society'larga qo'shilganligini u narsa anglatib turadi. O'sha narsalarni olishga harakat qilish kerak va qo'shimcha medallar ham bo'ladi. Zo'r. Ana endi bitta narsani eslab o'tmasak bo'lmaydi. Yaqinda prezidentimiz bilan uchrashuv bo'lib o'tdi siz bilan. Oldingi yil ya'ni-ya. Oldingi yil o'qishga ketishingizdan oldin 2025-yili o'qishga ketishingizdan oldin muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich bilan uchrashdingiz. Guliston shahrida. Bu uchrashuv o'zi qanaqa tashkillashtirildi? Siz qayerdan bilib qoldingiz qatnashishingizni? Sizga kelganda taklif o'zingiz qanaqa his qildingiz? Misol uchun prezident bilan uchrashish bu hammaning ham orzusida. Siz bu orzuga 18 yoshingizda erishib turibsiz. Qanaqa hissiyotlar bo'ldi? Hissiyotlar juda ham cheksiz bo'ldi. Chunki men prezident bilan ko'rishish orzuyim oldindan bo'lgan, ancha yillar oldindan bo'lgan. Prezidentimiz maktabimizga tashrif buyurgan, lekin ma'lum bir sabablarga ko'ra menda o'sha payt ko'rishish imkoniyati bo'lmagan. O'shandan beri men har doim o'ylab yurardim, xohlab yurardim prezidentimiz bilan ko'rishishni va o'sha narsa 2025-yilga menga nasib qilgan ekan. Ko'rishishimni eshitib juda ham xursand bo'ldim. O'shanda tashrifda taassurotlar cheksiz bo'ldi to'g'risi. Meni dadajonim 3 yil oldin olamdan o'tib qolganlar va undan keyin menga hamma narsa bilan coping qilib ketish, moslashib ketish, o'sha bir vaqtda akademik taraflama olib ketish biroz qiyin bo'ldi, chunki odam stressga uchraydi baribir yaqin insonini yo'qotgandan keyin va prezidentimiz bilan bo'lgan uchrashuvda mana shu narsa haqida ham men prezidentimizga aytib berdim. Keyin o'shanda aytdimki, men sizni o'z otamdek ko'raman dedim. Chunki prezidentimiz tomonidan yoshlarga berilayotgan imkoniyatlar tarafidan menga qo'llab-quvvatlash katta bo'lgan. IELTS imtihonini bepul topshirganman, SAT imtihonini bepul topshirganman va mana oxirida El-yurt umidi jamg'armasi orqali chet elda bepul o'qiyapman. Shu taraflama menga davlat tarafidan juda ham katta qo'llab-quvvatlash bo'lgan deb hisoblayman va bu narsani men prezidentimizga albatta aytishim kerak deb hisobladim va o'shanda o'z rahmatimni aytish imkoniyatiga ega bo'ldim. Shunda prezidentimizga qarab, men sizni o'z otamdek ko'raman, chunki otamdan keyin men o'zimda o'ksik his qilmadim davlat tomonidan o'sha berilgan imkoniyatlar tufayli deganimda prezidentimiz eshitib bu gapimni juda ham xursand bo'ldilar va tepada turib gapirayotganimda pastga tush deb imo qilib chaqirdilar. O'shanda bilasizmi, shu imo ishoralaridan keyin men yig'lab yuboray dedim. Juda xursand bo'ldim. Yoniga olib tushib meni quchoqlab, o'zlari qo'limdan ushlab aytdilar: "Seni o'z otangdek qo'llab-quvvatlashga men harakat qilaman" dedi. "Oxirigacha qo'llab-quvvatlayman" dedi.
Bu gapni prezidentdan eshitish judayam katta sharaf deb hisoblayman. O'sha uchrashuvdan keyin menda taassurotlar cheksiz bo'ldi. Uyga kelib, men ayajonim u yig'ilishni ko'rmagan ekanlar-da. Hokimiyatda u yerda jonli tarzda qo'yib beriladi, lekin onam ko'rmay qolganlar. O'shanda uyga kelib, eshikni taqillatib, ostonada yig'lavordim men to'g'risi. Prezidentimiz bilan ko'rishdim, meni quchoqlab gapirdilar deganimda o'sha joyda onam ham yig'lavordilar. Juda katta xursandchilik bo'ldi. O tashrif men uchun unutilmas bir orzularim amalga oshgan narsa bo'ldi. Chunki bilasizmi, siz prezidentdan motivatsiya olsangiz, o motivatsiya hech qachon sizni tark etmaydi, so'nib qolmaydi. U bir vaqt o'zida ham sharaf, ham mas'uliyat. O'zingiz ichingizdan kelgan motivatsiya bir kun kelib so'nib qolishi mumkin. Chunki odamda har xil kunlar bo'ladi. Yoki tashqaridan boshqa odamlar tarafidan berilgan bir ruhiyat ham so'nadi. Lekin prezident tomonidan berilsa, u narsani to'g'risi tushuntirib berish qiyin. Boshidan o'tkazib experience qilib ko'rmaguncha tasvirlab bera olmayman. Hech qachon o'lmaydigan motivatsiya. Boya aytdingiz-ku, mana o'qishga topshirish jarayonida yarim yo'lda motivatsiya yetishmasligi yoki qilgisi kelmay qoladi. O'sha nimaga o'shunaqa narsalar sabab bo'ladi va undan qanaqa chiqib ketish kerak deb o'ylaysiz? U narsaga odam chunki uzoq vaqt davomida harakat qilib keladi, lekin natijaga yaqin qolganda baribir yo'li uzoq bo'lganini sezadi-da, natija ko'rmayapman deb xafa bo'ladi va charchaydi inson o'sha paytda. Lekin o'sha nuqtada hech qachon taslim bo'lmaslik kerak, chunki marraga ozgina qolgan bo'ladi. Agar taslim bo'lsangiz, o'sha eng katta potensialingizni yutqizgan bo'lasiz. Oxirigacha borsangiz marra sizniki. Shunaqa sabablarga ko'ra insonda baribir charchash bo'ladi, lekin harakat qilishda to'xtamaslik kerak. Ayniqsa qizlarga bosim ko'proq. Qizlar to'xtab qolmasdan o'zini qo'lga olib harakat qilishda davom etishi kerak. Zo'r. Pensilvaniyani bitirgandan keyingi rejalaringiz qanaqa o'zi? O'zbekistonga kelib ishlamoqchimisiz yoki chet elda qolib magistraturani o'qib, doktoranturani o'qib keyin kelmoqchimisiz? Chet elda qolish niyatim yo'q, chunki bu narsa ham o'zimda bor, chunki siz chet elga borib 4 yil o'qidingiz va bu narsani natijasini ham ko'rsatib berish kerak. Sizga davlat shuncha katta miqdorda summa to'lab berganidan keyin bu narsani kelib qaytarmaslik uyat ham, bir ma'noda uyat. Albatta kelib ishlash niyatim bor. O'zbekistonda davlat tashkilotlarida o'z yo'nalishim bo'yicha va keyinchalik magistratura, doktoranturani o'qish niyatim ham bor. O'sha Amerikani law school-lariga topshirish maqsadim bor. Zo'r. Uydagilarning munosabati qanaqa bo'lgan? O'zi birinchi o'qishga ketaman, Yevropaga, Amerikaga ketaman deganingizda. Dadajonim hayot paytlarida meni o'zi dadajonim ko'p xohlardilar chet elda o'qishimda. O'zlari internetdan menga programmalar ko'rib o'tirardilar. Bu uchun men juda ham minnatdorman dadajonimdan, chunki ko'p oilalarda bunaqa holat kuzatilmaydi, to'g'risini aytsak. O'shanda meni Flex programmasiga boramanmi? Qayerga boraman? Nima dasturda qatnashmoqchiman? Qanaqa sertifikat topshirmoqchiman? Har doim menga pulini qilib berardilar. Men boy oiladan chiqmaganman, o'rta hol oiladan chiqqanman, lekin shunda ham meni o'qishim uchun bo'lgan hamma kerakli narsani qilib berardilar dadajonim. O'zi olib borib kelardilar. O'zlari har doim qo'llab-quvvatlab shu chet elda o'qishimni xohlagan. Keyin bu dastur Flex programmasi aytdim o'xshamadi. Keyin universitetga topshirish jarayonim boshlandi. Ayajonim ham doim qo'llab-quvvatlagan, lekin onajonim уже sezdi men rostdan ketish potensialim bor, keta olaman. Yaqin qolgan bu narsa his qildilar. Keyin xafa bo'lib yig'ladilar ham. Meni tashlab ketasanmi dedi. Chunki oilada bitta qizman. Chet elga oldin chiqmaganman. Boshqa farzand yo'qmi? Ukam bor, lekin qizlardan bitta o'zim. Har doim asrab avaylab katta qilishgani uchun shunday bo'lsa kerak. Chet elga oldin chiqmaganman. Bir o'zimni qo'yib yuborgisi kelmadimi balki. Chunki aytganimdek, bizning universitetda qizlar yo'q boshqa. O'sha uchun ham xavotir olgan bo'lsa kerak. Biroz xafa bo'ldilar, lekin yo'q, baribir imtihonlarga ham men bilan borib, o'zi qo'llab-quvvatlab yubordilar. Har kun telefonda gaplashib turamiz chet elda bo'lsam. Har doim xabar olib turadilar. Qayerdaligimdan xavotir oladi baribir. Zo'r. Siz chet elda yurganingizda O'zbekistondagi nimalarni sog'inasiz oiladan boshqa? Oiladan boshqa O'zbekistondagi albatta birinchi o'rinda do'stlarimni sog'inaman, yaqin dugonalarimni. Aytganimdek, siz chet elliklar bilan yaqin bo'lib ketishingiz unchalik oson narsa emas.
yaqin dugona bo'lib ketishingiz. Albatta munosabat yaxshi bo'ladi, munosabat zo'r bo'ladi, lekin baribir O'zbekistondagi do'stlaringizni o'rni boshqa bo'ladi. Shu narsani sog'indim. Keyin hamma sog'inadigan narsa bu albatta O'zbekistonda ovqatlari. Ovqatlarni sog'inasiz O'zbekistonni, chunki mana fast food ham Amerikada fast food juda ham mashhur bo'lgani bilan bemalol ayta olaman, O'zbekistonning fast foodi Amerikanikidan 100 barobar yaxshi. McDonald's, Burger Kinglaridan yaxshi. Ha, yaxshi. O'zimiz Toshkentning fast foodlari hammasidan o'tib ketadi. Zo'r. Mana u yoqda endi sal ichkariroq kiradigan bo'lsak, dars jarayonlari qanaqa qo'yiladi? Dars jadvallari qanaqa qo'yiladi? Misol uchun, vaqt soatlari qanaqa? Talabalarga ishlashga ruxsat beriladimi, berilmaydimi? Shular haqida gaplashing. Dars jadvalini o'zingiz tanlaysiz, professorlarni o'zingiz tanlaysiz. U borada gap yo'q, bemalol hamma narsa. Lekin bizda O'zbekistonda universitetlarda shunaqa ekan, o'rtoqlarim aytishdini ham aniq bilmadim. Masalan, ertalab bitta darsingiz bo'lsa, bitta darsingizni kechki paytga qo'yib qo'yilishi mumkin ekan. Bu talaba uchun katta noqulaylikda, to'g'risi. Masalan, agar uyi uzoqroq bo'ladigan bo'lsa, ertalabdan kechgacha universitetda yurishiga to'g'ri keladi. Bu narsa albatta o'qishdagi o'sha efficiencyga ham ta'sir qiladi talabaga. Lekin Amerikada dars jadvalingizni soatigacha o'zingiz tanlaysiz, nechta fan olishingizni o'zingiz tanlaysiz, qaysi fanlarni olishingizni o'zingiz bemalol tanlaysiz. Professorlari ham shu taraflama qulay. O'zingizga qulay vaqtga qo'yasiz hamma narsani. Ishlash borasida bemalol ishlasangiz bo'ladi, lekin vaqt chegaralangan. O'sha talabalarda o'qish soatlariga o'sha proporsional tarzda bo'lishi kerak. Uzog'i adashmasam 20 soatmi, 40 soatmi hozir eslolmayapman. Chunki men ishlamayman-da o'zim. Yurtim media tomonidan unaqa ishlashga cheklov qo'yilgan. Chunki o'sha stipendiyant talaba bor e'tiborini o'qishga qaratsin deb ishlash mumkin emas. Shuning uchun moliyaviy taraflama to'liq o'zlari qoplab beradi hamma narsani. Ishlashga umuman hojat yo'q. Lekin masalan, o'zi tomonidan self funded bo'lib borayotgan studentlar ishlamoqchi bo'lsa, albatta bemalol on campus joblarda, o'sha universitetda o'zida bo'ladigan ishlarda bemalol ishlasa bo'ladi. Ish ko'p. Zo'r. Bizada endi qisqa bir savollar bor. Bir savollarga o'tirsak bo'ladimi? Bo'ladi. Endi bizda bir savollarga tayyor bo'lsa, bu bir savollarimizni biz har bir kelgan mehmonimizga beramiz. Psixologik, misol uchun boshqacharoq fikrlashga undaydigan savollarimiz. Demak, boshladik. Dunyoni go'zallik qutqaradi deyshadi. Sizningcha dunyoni nima qutqaradi? Dunyoni go'zallik o'zi har xil ko'z bilan qaraladigan narsa. Go'zallik deganda tashqi go'zallikni tushunmaslik kerak. Dunyoni qalb go'zalligi qutqaradi. Zo'r. Odam bir kun kelib o'zidan begonalashib qolishi mumkinmi? Albatta bu bo'ladi. Odam o'zini yo'qotib qo'yish jarayonlari bo'ladi. O'zini qadriyatlarini unutib qo'yishi mumkin. Masalan, brainwash degan narsa bor-da. Boshqa odamlar tomonidan tezda ta'sir qilinadigan odamlar bor. Boshqa odamlar nimadir desa tez o'ziga oladi. O'shanda o'zidan begonalashib qoladi. Zo'r. Sizningcha hozirgi avlodning eng katta bo'shlig'i nima? Hozirgi avlodning eng katta bo'shlig'i bu shunaqa consistency, discipline degan narsa bor. Hamma emas, chunki hozir disciplined studentlar, o'quvchilar, yoshlar juda ham ko'p. Men oldingidan ham ko'proq deb o'ylayman. Lekin disciplined bo'lmaganlari, yalqov bo'lib qolganlari undan ham ko'proq va o'ta yalqov, o'tib ketgan chegaradan. O'sha narsa hozirgi bo'shliq. Insonni bu hayotda sekin-sekin o'ldirib boradigan narsa nima deb o'ylaysiz? Insonni sekin-sekin o'ldirib boradigan narsa bu ichkilik emas, chekish emas, overthinking. Juda ham ko'p keragidan ortiq o'ylayverish, his qilaverish, o'sha enjoy the moment, ya'ni o'sha jarayondan, o'sha daqiqadan lazzatlanmaslik. Zo'r. Kuchli odam deb qanaqa insonlarni tan olasiz? Kuchli inson deb hayotdan nolimaydigan, har doim yo'lini topib, o'rnidan turib keta oladigan odamlarni kuchli. Zo'r. Qaysi haqiqatni tushunib yetmaganingizda afsuslanasiz yoki kech tushunib yetgansiz deb o'ylaysiz? Kech tushunib yetish, men o'z qiladigan ishlarimdan afsuslanmaydigan odamman-da. O'shanga bilmadim qaysi haqiqatni kech tushunib yetdim. Afsuslanmassiz balki.
Albatta bo'ladi, qaysidir haqiqatlarni kech tushunib yetasiz. Men oldin o'ylardimki, shu insonda qancha ko'p do'st bo'lsa, shuncha yaxshi bo'ladi. Hamma bilan albatta do'stlik yaxshi, lekin yaqin do'stlarni chegarasi baribir kichkinaroq bo'lsa, circle kichkina bo'lsa, shunchalik yaxshiroq ekan. Masalan, baribir o'zingiz odamning sirlari bo'ladi, har xil dardlari bo'ladi. Bu narsani hammani yaqin do'st qilib aytib ketish yaxshi emas. Ertaga o'zingizga minusga ishlashi mumkin bu narsa. Shu sababli ham qanchalik o'sha circle kichkina ushlasangiz, sifati oshadi. Sondan ko'ra sifatga ishlash kerak. Zo'r. Sizningcha insonni qutqaradigan narsa nima bu hayotda? Hayotda insonni qutqaradigan narsa bilim deb o'ylayman. O'qish kerak har doim. Inson o'zini hayoti davomida topadimi yoki qurib boradimi? Shakllantirib. Inson hayotda ham topadi, ham qurib boradi. Topganlaridan qurib boradi. Zo'r, original javob bo'ldi. Bu hayotda umri davomida nimaga kech qolmaslik kerak deb o'ylaysiz? Umri davomida o'sha oilasi bilan inson vaqt o'tkazishga, yaqinlariga vaqtida mehrli bo'lishga kech qolmasligi kerak, chunki keyin kech bo'lishi mumkin. Top 3 ta hayotingiz davomida o'qigan eng yaxshi kitoblaringiz va tavsiya beradigan kitoblaringiz. Eng yaxshi kitoblarim. Birinchisi Donna Tarttning Secret History. Men o'zi kitoblarni faqatgina informatsiya olish uchun emas, enjoy qilish uchun, hayotiy saboq olish uchun o'qiyman. Ikkinchisi bu O'tkir Hoshimovning Dunyoning ishlari. Juda ham ta'sirli, zo'r kitob. Hammaga o'qishni tavsiya qilaman. Va uchinchisi Boy ota, kambag'al ota kitobini tavsiya qilaman. Zo'r. Chet elda o'qiydigan qizlar haqida siz yolg'on deb o'ylaydigan bitta mif ayta olasizmi? Bu mifni menimcha hamma biladi. Bu stereotip, hamma aytadigan gap. Chet elda o'qiydi, u xudo biladi nima qilib yuribdi, buzilib ketadi degan gaplar. Lekin bilasizmi, chet elga o'qishga ketish bu oson o'yinchoq narsa emas. U yoqqa o'qishga ketaman degan odam avvalo qattiq harakat qiladi. Chet elga chiqib buzilib ketadigan odam bu narsa o'qish uchun qattiq harakat qiladi deb o'ylaysizmi? Albatta yo'q. Inson qayerda bo'lmasin, baribir doim o'zi bo'lishi kerak. O'qishga boraman degan odam o'qiydi, u yerga borib, boshqa niyatda bo'lgan odam har doim boshqa niyatda bo'ladi. Shuning uchun chet elga o'qishga ketayotgan qizlar haqida bunaqa stereotiplar aytmaslikni insonlardan men iltimos qilib qolardim, chunki chet elda o'qiydigan qizlar uchun bu bosim. Ularda allaqachon katta bosim bor. O'zlarini har doim hujjatlarini, moliyaviy taraflama hammasini o'ylab yurib, o'zlarini o'sha biletlarini, hamma narsasini buk qilib yuradigan, butun hayotini boshqaradigan yosh qizlarga bu juda ham katta bosim. Shuning uchun odamlar bu haqida to'g'ri o'ylashini juda ham xohlardim. Zo'r. Meni hozircha savollarim o'z nihoyasiga yetdi. Sizda qanaqadir fikrlar bo'lsa, bemalol aytishingiz mumkin. Fikrlarim, bu o'zi meni birinchi podkastim. Bundan oldin podkastlarda ishtirok etmaganman. Podkastlarga taklif bo'lgan, lekin shu ketish jarayonimga to'g'ri kelib bora olmay qolganman va birinchi podkastim sifatida menga bu juda ham yoqdi. Talabachilikka omad tilayman va eng o'sha O'zbekistondagi foydali bir podkastlardan deb hisoblayman. Chunki bu podkastlarni ko'rgan odamlar o'ziga kerakli informatsiyani oladi, ma'lumotni oladi va katta yordam bo'lishi mumkin bu podkast yoshlarga. Zo'r. Mana sizni hozir butun O'zbekiston yoshlari ko'rib turibdi deb hisoblaydigan bo'lsak, ular sizni eshitadi va mana shu bergan maslahatingizni qilishadi desak, nima maslahat bergan bo'larsiz? O'zingiz tengdoshlaringizga yoki sizdan keyin chiqib kelayotgan avlodga? Mendan keyin chiqib kelayotgan avlod yoki tengdoshlarimga beradigan maslahatim bu o'qishdan to'xtamaslik kerak. Bu gapni aytganimizda ko'pchilik quruq tushunadi, lekin buni tagida juda ham katta ma'no yotadi. Chunki o'qigan insonga baribir har taraflama. Hozir ozgina qiynalsangiz, keyin butun hayotingiz davomida sizga oson bo'ladi. Sizni hayotda o'z o'rningiz bo'ladi, fikringizda ta'siri bo'ladi, moliyaviy taraflama o'zingizni kuchingiz bo'ladi, hurmat topasiz, obro' topasiz. Har taraflama shu uchun o'qish insonga, yoshlarga eng kerakli narsa. Zo'r. Bugungi suhbat uchun vaqt ajratib kelganingiz uchun yozgi kanikulla ozgina vaqtingizni mana shu talabachilik podkastiga bilimlaringizni ulashish uchun
kelganingiz uchun rahmat aytamiz. Bizani kuzatib borgan barchaga rahmat aytamiz. Mana shu mehnat uchun, ketkazilgan vaqt uchun sizlardan faqatgina like bosib, qo'llab-quvvatlab turishinglarni, obuna bo'lib qo'yishinglarni so'rab qolgan bo'lardik. Bugungi podkastimizda agar kimgadir qaysidir fikr yoqqan bo'lsa yoki yoqmagan bo'lsa, kommentariyada o'zingizni fikringizni qoldirib keting. Sizga yana bir bor rahmat. Bizlar bilan Penn State University'ning talabasi Jasmina Tursunaliyeva bo'ldilar. Sizga keyingi 2 yillikda omad tilab qolamiz. O'qishlaringizni yaxshi bitirib, O'zbekistonimizga kerakli kadrlardan bittasi bo'lib yetishingizni tilab qolaman. Rahmat kattakon. Katta rahmat sizlarga ham taklif qilganinglar uchun, vaqtinglarni ajratganinglar uchun rahmat. Savollar zo'r. Rahmat. Bizada hozircha shular. Talabachilik podkasti kuzatib borgan barchaga yana bir bor rahmat. Vaqtingizga rozi bo'linglar. Keyingi podkastgacha ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.